Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Timur Azamov. Bugun men sizlarga yana ushbu sun'iy intellekt robot yordamida savdo qilib ko'rsatib beraman. Ushbu sun'iy intellekt robot bozorni o'zi analiz qilib, sizlarga signal beradi. Sizlar esa bergan signal bo'yicha bitim o'tishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni sizlardan hech narsa talab qilinmaydi, shunchaki robotdan signal olasizlar va o'sha tarafga bitim ochasizlar. Vaqtimizni S15 ga qo'yib olamiz va valyutning baramiz ko'ringandek bizda IETS'da turgan edi, OTC'da IETS'ning 30 ni tanlaymiz, S15 ni tanlaymiz. Ana endi robotimiz analiz qilmoqda. Signal tayyor, tevaga bitta signal berdi. IETS'ni tevaga bitim ochamiz $20 ga 15 soniyaga tevaga bitim ochdik. Ko'ringandek ochgan joyimizdan sirazi harakatni o'chida ham chiroyli boshladi va bizani bitim foydada yopildi. Balansimiz $58 bo'ldi. $18 foydamiz bor уже. Yangi signalda bo'lsamiz, riskimizni $25 qilsak, IETS'ning S15 ni tanlaymiz. Robotimiz yana analiz qilmoqda. Pastga u yerda bu safar pastga bitim ochib qo'yamiz. 15 soniyaga $25 ga pastga bitim ochdik. Hozircha bitim foydaga o'tib ketdi. Ko'rganinglardek minusda turgan edi. Ajoyib, ushbu bitim ham foydada yopildi. Ketma-ket ikkita foyda qildik. Balansimiz $81 bo'ldi. Juda ham yaxshi, juda ham zo'r bu natija. Riskimizni $30 qilsak, yangi signal IETS'ni hamda S15 ni tanlaymiz. Robotimiz analiz qilmoqda. Pastga signal berdi yana bu safar. Menimcha, men bu trend liniya bo'yicha bergan bo'lishi mumkin yoki biron bir indikator bo'yicha bergan bo'lishi ham mumkin. Afsuski bizani bitimimiz minusda yopildi. Chiqisi yo'q, riskimizni $35 qilsak, yevro dollar valyutni paramizga o'tdik. Yevro dollarni tanlaymiz. Chunki ko'ringlardek, boyaga IETS'da harakatlar ancha g'alatilashib ketdi. Shu sabab tinchgina boshqa valyutni paramizga o'tganimiz yaxshi. Pastga signal berdi. 15 soniyaga $35 ga yevro dollar valyutamizda pastga bitim ochdik. Juda ham ajoyib harakat qildi va bizani bitim foydada yopildi. Yaxshi. Avstraliya, Kanada valyutning paramizga o'tdik. Ana endi valyutning parani tanlaymiz va vaqtni tanlaymiz. Chunki valyutning parini o'zgartirib ishlasanglar, yaxshiroq ishlaysizlar. Pastga signal berdi, ikkita pastga bitim ochamiz. Men uncha cho'zgim kelmadi, shu sabab riskni ko'paytirdim. Chunki bu pulimni yo'qotsam ham achinmayman. Yana menda pul bor, pul ko'p solgan, lekin sizlar risklarni juda ham kam qilib 10%, 5% risk qilib ishlaylar maksimum. Undan yo o'zi ko'p. Balansimiz $148 bo'ldi. $40 bilan boshlagan edik, $148 qildik, $108 foyda qilibmiz. Bu juda ham zo'r natija. Ana endi ushbu robotni bepulga olish uchun Telegramga o'tib, menga yozsanglar, robotni bepulga beraman. Har hafta 10 insonga bepulga beriladi robot. Hali joylar bor, o'tib, uspet qilib ulgurib qolganlar avvalinglar. O'sha ma'lum bir oydan so'ng robotni berish to'liq to'xtatiladi. Shu paytgacha uspet qilib olganlar avvalinglar, o'sha olgan odamlar juda ko'p natijalar qilishdi, yaxshi pul topishni boshlagan. Uspet qilib ulgurib olsanglar avvalinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammanglarga xayr.